Bu mening haqiqiy ko'rinishim emas. Bu obrazni sun'iy intellekt yordamida yaratdim. Botoks, filler, ko'z qovoqlarini oldirish, qalin chizilgan qoshlar, ulama kipriklar. Bularning bari bugun go'zallik sifatida taklif qilinayotgan qolip. Bugun chiroyli hisoblangan qiyofa esa ertaga urfdan qolishi mumkin. Chunki go'zallik standartlari tarix davomida hech qachon doimiy bo'lmagan. Har bir davr o'ziga xos qolip yaratgan va keyin uni almashtirgan. Bizning muammomiz shundaki, o'zgaruvchan go'zallik standartlariga moslashish istagida o'z jonimizni xatarga qo'ymoqdamiz. Shu o'rinda muhim eslatma: tibbiy bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan kosmetologik tibbiy aralashuvlar, klinik asosi bo'lmagan inyeksiyalar yoki tibbiy ko'rsatmasiz bajarilgan muolajalar qaytarib bo'lmas asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois har qanday estetik muolaja tibbiy ko'rsatmalar va mutaxassis javobgarligi asosida amalga oshirilishi zarur. Bu kirish edi. Keyingi videoda estetik kosmetologiyada qaysi muolajalar tibbiy jihatdan asoslangani, qaysi amaliyotlar faqat shifokor tomonidan bajarilishi lozimligi haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib boring.